Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Hammalaringga juma ayyomlaring muborak bo'lsin. Jigarlar, Xudo xolasa 2025-yil dekabr oyida uyga tom yopishga, tomni tagiga, xullas terak, strapila hamma yo'qlarni narxini chiqaramiz, obzor qilib beramiz bittadan. Bittadan like bosib qo'ysalaring, Xudo xolasa ko'pchilik ko'rishiga sabab bo'ladi jigarlar. Xo'p, Murodjon hozir bittadan obzor qilib beradilar. Murodjon, keling endi buyoqqa. Kelingizmi do'stlar? Qo'lingizni chiqaring. Siz ko'pchilik ko'radi oshna. To'g'rimi? Yaxshi. Hurmatlar, salomlashing. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi o'zingizdan? O'qiyapsiz jumalarda. Xo'p, qaysidan boshlaymiz jigar? 5 metrli to'sinlardan. Xo'p, bu bola begona emas, sinfdoshim. Manzilni videoda boshida aytib beradigan bo'lsak, manzil Marlon shahar kombinat bozor, Taxta bozorining ichida. Murodjon sizlarni juda ko'pchilik taniydi. Ha? Murodjon. Hamma taniydi. Xo'p, Shular 5 metrli to'sin o'rta. 5 metrlik to'sin. Baquvvat to'sinlar. Baquvvat to'sinlar. 5 metrlik hozir necha metr uyga tashlanadi? 4 metrli joyga tashlaymiz. 4 metrga, ya'ni 25 dan minish kerak bo'ladimi hozir? 25 dan miniladi. 25 dan miniladi. 25 miniladi. Plus minus a? Xo'p, bular narxi necha pul hozir? Hozir bular holati qish kelgan, narxni holacha pasaygan holat 140 ming bilan 180 ming o'rtasida bo'ladi. 140 ming bilan 180 mingda o'rtasida bo'ladi. tanlab oladigan bo'lsa-chi? Tanlab kelishilgan holatda bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, bu taraf polni hammasi 5 metrlik. 5 metrli. Xo'p, buni orqasidalarchi? Bular 6 metrli. Bular 6 metrlik. 6 metrlik, 5 metrlik uyga tashlasa boshliroq bo'ladi. Xizmat qiladi. 5,5 metrli joyga tashlasa bo'ladi. 5,5 metr, 6 metrlik to'sinlarda 5,5 metrlik 5,5 joyga tashlasa bo'ladi. qiladi. Baquvvat to'sinlar. Xo'p, bularchi? Bular 180 ming bilan 220 ming o'rtasida. 180 ming bilan 220 mingda o'rtasida bo'ladi. Kelishilgan holatda bo'ladi. Kelishilgan holatda. Yana narxini o'tib berasiz, xudo xolasa. Ko'proq olgan odamga. 6 metrligi bor bu. 6 metrlik katta to'sin va 5,5 metrli uyga bo'lar ekanda bu. 560 li joyi ham bo'lar. 560 li joyga ham. Chunki bu qalinroq ekan nisbatan. Kattaroq ekan. Bu sizda hozir Kaliforniya nima? Hammasi Ko'ktepaga, Kaliforniya yo'q. Hammasi Ko'ktera. Ko'ktera yaxshimi yoki Sasna yaxshimi? Ko'ktera yaxshi. Ko'ktera yaxshi. Sasnada uymalar to'sin bo'lmaydi. Hammasi arzon narsalar 5 ga 15, 5 ga 20, 4 ga 12 bo'ladi. Ha, buni endi odamlarga aytish kerak-da, tushuntirish kerak-da. Endi ko'pchilik biladi-yu, bilmaganlar uchun. Ko'ktepada olsangiz, to'singa olsangiz, bu yaxshi bo'ladi. Strapilar ekani Sasna olinsa, tomga yaxshi bo'ladi. Tomga yaxshi bo'ladi. Xo'p, bu tomonda Vassa deyiladi bular. Vassa. Bular kvadratda 8 ming bilan 12 ming o'rtasida. 8 ming bilan 12 mingning o'rtasida bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Chiqib ko'rsam bo'laveradimi? Ko'raverasiz. Tushib ketib qolmayman ish qilib. Bular 17 ming so'm bilan 13 ming o'rtasida bu chekkadaglar. Bu chekkada nechi pul? 13 ming bilan 17 ming o'rtasida. 13 ming bilan 17 ming o'rtasida. O'rtadachi? 8 ming bilan 12 ming o'rtasida. Xo'p, narigachi? Kalasi bir xil. Bir xil. Bu kvadrat shunaqa narxmi? Kvadrat. Bir qatori necha kvadrat chiqadi? 4 kvadrat chiqadi. 4 kvadrat. Plus minus yo 4 kvadrat tirq chiqadimi? 4 kvadrat to'liq chiqadi. To'liq chiqadi. Oshiq bo'lsa oshiq. Ya endi masalan 100% to'liq desa, to'sindan to'singa o'tish bo'ladi-da, bular eng qiyin narsa shu. Hozir bizning bozorimizda yopishtirib berilgan. Donasi 12 ta 13 ta bas, 16 ta 17 ta qo'yilgan. Ha. O'sha hisobi yetib qolishi mumkin. Yetib qolishi mumkin-a? Endi buni ochig'ini aytish kerak-da. O'rtog'im juda halol bola, hali birovning puliga xiyonat qilmaydi. Xudo xolasa ishonchalaring bo'ladi. Endi bozorda endi har xil inson bor. Maklerlar bor, jigarlar, olib sotadigan odamlarni olib kelishadi-da. Foyda qo'yadi ustiga. Misol uchun 500 ming, 600 ming o'ziniki bo'lmagan narsalarga foyda qo'yishadi. Salomat bo'linglar aka. Bu bola o'ziniki, xudo xolasa. Cho'chimasdan olasiz. Baquvvat to'sin ham bor. Kelinib, addini qilib. Xo'p, uni ham qilamiz. Bular nima? Bular xari deyiladi. Xari. Qayerga tashlanadi bu? Darvozaxona oldilarga tashlangan narsa. Darvozaxonaning oldiga tashlanadi. Hozir beton quyib yuborishyapti unaqa joylarga. Beton quyishadi. Endi bu sal pulidan ekonom bo'lsin degan holatda chiqarib qo'yilgan. Pulidan ekonom bo'lsin degan holatda. Necha pul bu? Bu 18 metr 80 ming bilan 100 ming o'rtasida. Yonidagichi strapilami? Bu to'sin deyiladi. To'sinmi bu? Bu 7 ga 13. 7 ga 13. To'liq chiqqan. Necha pul? 90 ming bilan 100 ming o'rtasida. 90 ming bilan 100 ming o'rtasida. Xudo xolasa. Yaxshi. Yana nima bor, oshna? Mana bu baquvvat to'sinlar bor. To'ldirib yuboribsiz joydami oshna? Ha, joylar to'ldir. Sizni kutib, to'lib ketdi joylar. O'zi ham bir hafta chaqirdingiz-a? 10 kundan-chi. Mashalloh. 10 kundan qasman. Juda ham yaxshi. Ikkinchi etajlarga boy to'sin deyiladi. Eng katta to'sinlar. Boy to'sin. Necha metrli? 5 metrli. 5 metrli. Necha pul? Bu 170 ming bilan 200 ming o'rtasida kelishilgan holatda. 6 xonaga odam olgan odamga skidkasi bormi, xudo xolasa? Dastlabkilarni qilib beramiz. Qilib berasiz, inshaalloh. Juda ham yaxshi. Yana nima bor? Mana bu yerda vassalarda opoqlar bor-da. Vassalarda shirokiyroq ekan-a bu. Eng katta sortda. Bu hammasi shunaqa.
Hammasi shunaqa. Ichida ulog'i yo'q. Ulog'i yo'q. Eng kichkinasi 15 sm. Ag'i ketadi. Ha. 20 gacha ketadi. Nechi pul bu? Kvadrat 15 ming bilan 20 mingni o'rtasida o'rta. 15 ming bilan 20 mingning o'rtasida kvadrat. Kelishilgan holatda Kelishilgan holatda. Xo'p, bu tomonga to'sinlarchi? Bular 4 metrli to'sinlar o'rta. 4 metrli to'sinlar. 60 ming bilan 80 mingni o'rtasida bu holat. 60 ming bilan 80 mingning o'rtasida. Ha, endi bu holatlar sarrob deyiladi o'rta. Sarob qayerga tashlanadi bu? Shipper tagiga qo'yiladi, Shipper tagi. strapilardan oldin qo'yiladi, sarrobga qo'yiladi. Ustun qilib qo'yiladi. Ustun sarrob ketadi. Nechi pul bu? 50 ming bilan 70 mingni o'rtasida. 50 ming bilan. Nimaga endi kichkinalarni aytyapsiz bunga? Endi kelishsa, masalan, buni hozir 50 ming chiqarib qo'ysang, 50 ming chiqaradigan narx 2 xil bo'lib qolmasin degan maqsadda aytyapti. Ha. Kelishsa, qasdingiz yoqsa, o'sha bozordan yangi qilib beramiz. Javob. Javob beramiz. Surishtirib kelishaveradi, arzon qilib berasiz. Mana bular 90 o'rta, 4,5 metrli. 4,5 metrli. Bu ham baquvvat to'sinlar o'rta. Ha. 110 ming bilan 130 ming o'rtasida. 110 ming bilan 130 ming so'mda o'rtasida necha metrli? 4,5 metrli. 4,5 metrli sarob. Ha? Juda ham yaxshi. Yana nima bor? Bular hamma yo'q ko'rsatdi endi. Xo'p, endi bitta. strapila, Ha, strapilar. reka, shu narsalar chiqaraylik ajiga. Xo'p, Mana o'rta, bu 3 metrli. 3 metrli. 7 ga 13 deyiladi. 7 ga 13. To'liq chiqqan bu. To'liq chiqqan. Nechi pul? 50 ming bilan 65 ming o'rtasida. 50 ming bilan 65 ming. Qayerga tashlanadi buni? Bu ustunlarga tashlanadi, to'singa tashlanadi o'rta. Hammomlarga, koridorlarga tushgan narsa o'rta. Bu ham ko'kdira. Buning ichida endi gumon bo'lib qoladi, kalifornda aralash bo'ladi. 3 metrli, 2 metrligimizda Aralash bo'ladi. Aralash bo'ladi. To'g'risini aytish kerak-da. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri yo'ldasiz. Yanachi? Bular 4,5 metrli o'rta. 4,5 metrli bu strapila. Ya to'sin bu. To'sinmi bu? To'sin. Bularni garbi-parbi yo'q, tekis, boshidan oxirigacha tekis. Kelishib, cho'g'ga yoqmagan qolaveradi. Nechi pul bu? 115 ming bilan 130 ming o'rtasida. Donasi. Donasi. Yanachi? Strapila Strapila. 4 metrli, 50 4 metrli, 50 ming so'm. Mas 40 ming so'm. 40 ming so'm. Nima farqi bor? Bunda garbi bor, bunda yo'q. Bunda garbi yo'q. Ha? O'zi olayotgan odam biladi, qani Olayotgan ustalar, ko'p ustalar O'zi ko'pchilik o'zi ustalar bilan keladi, o'zi, ha, to'g'rimi? keladi, nima qanaqaligini yaxshi bilishadi. To'g'ri, to'g'ri. Juda ham yaxshi. Yanachi? Yana nima bor? Keling, bitta Ha? ustunlarimiz bor, kelingda. Ustunlar. Orqa tomondanmi bu? Ha, orqa tomonda. Mana o'rta. Necha metrli bular? 4 metrli o'rta. Nima dedingiz nomini buni? Ustun deyiladi. Ustun deyiladi. Ha, shipirlar tagiga, keyin strapilar ketadigan narsa o'rta. Nechi pul bu? Bular endi 30 ming bilan 40 mingni o'rtasida. 40 ming so'mning o'rtasida. Holatlar 100 ta olgan odamga skidkasi Ha, bormi? bo'ladi. 30 ming so'mdan arzonroq chiqar kerak bo'lsa. Endi holatlar ko'p. Holatiga qarab. Ha? Bo'ladi. Agar tanlab olsalaring, jigarlar, uni ham kelishasizlar. Bilasizlar, meva-chevada ham, nimada bo'lsa ham tanlab oladigan bo'lsalaring, haligi Kelishilgan holat. shirasi borini oladigan bo'lsalaring, qimmat bo'ladi doim. O'rtog'im xudo xolisa arzon qilib beradi. Vassalar bor, vassalar cheklanmagan miqdorda. Qancha deyishsa qilib beramiz. Serob. Ha, vassalar ko'p. Vassalar bor. Vassalar ham mana serobgarchilik. Vassa o'sha vodiyda vassa deydi jigarlar. Bu ya'ni loy bosishdan oldin karobkani ustiga vassa tashlanadi. Qilib beradi xudo xolisa. Uni ham 2 xil, 3 xili bor ekan jigarlar. Ekranda oshnam nomerini qoldiraman. Telefon qilinglar, ismi Murodjon. Taxta bozorga kirib Murodjon desalar juda ham ko'pchilik taniydi. Nomerini ekranda qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar.